Assalamu aleyküm bütün dünyadaki söyümlük Uygur milletim. Ben bugün sizlerge hiç kimden sözleyenmegen, sözleşten korkan muhim mezmunlarını söz kılmakçı. Çünkü bu sözlerini kılıştın, ben mi korksam, yani birisi mi korksa, o mu diyemese, bu mu diyemese, milletimizin kilaçki, vatanımızın kilaçki kanda oldu. Şu sebepten bunun için bedel lazım kardeşler. Kaç günün aldı da İsrail'yanki Cumhurbaşlığı Çin Xitay Cumhurbaşlığı Xi Jinping bilen bo'lgan munosabatini jannatdagi er xotinning munosabatiga o'xshatdi qarindoshlar. Xuddi jannatdagi er ayol ta abadil abad ayrilmagandek Xitay bilan İsrail'yaning munosabati ana shundoq munosabat. Bizni hech kim ayriyamaydi dedi. Bunun oldida tajovuzchi Xitoylar bilan bir qo'ltiqda o'tirgan Uyghur musulmonlarni setib etgan ba'zi musulmon liderlik qarshi xabar yozaladik, xabar taqitaladik. Ammo nima uchun İsrailyaning Cumhurbaşlig'ining bu so'zi qarta hech qaysimiz gap qilolmadik? Mening necha vaqtim bir gap qilmasligim, mushuning qarshi gap qiladigan, oshkori bejonliq so'zlaydigan bir o'g'il bola chiqami deb to'p chiqmadi. Ammo hech bir siyosiy da'vo beshirkilar bu so'zni qilmadi. Belki İsrailyadan elayotgan 2-4 tal pul tüpeydi. İsrailyaning bayrog'i bilan bizning vatanimizning bayrog'ini bir yerga qo'ygan, ham İsrailya bilan Falastin urushida ash mazlum musulmonlar ulavassa shuning qarshisi bo'lib İsrailiyani destekleyen insonlar shu pul tüpeyli og'zi yog'langan bo'lishi mumkin. Lekin siz İsrailyadan, meyli Amerikadan, meyli dunyoning nereden bo'lsin, qanchalik pul olsangiz eling, haqiqatni so'zlamasangiz, ağzınızda yumsanız, siz vatanni ve davanı satkan bulasınız. Üzerinizden diniga, milletiga, xalqiga ihanet kılgan bulasınız. Sizden bunu sözleş asli hakkınız var. Sizden acaba sizden Xitay bilen cennetdeki er-xotinlik münasebetiniz var yo? Nima üçün bizge destek berawatsız? Bu beravatkan puldaki maksat nima deydigan sualni qo'rash hakkınız var. Xitay bergen pulning bir parçası sizga bilib bersa, shu pul bilan so'zi da'vo qilib, bu da'voni setish sizning haqqingiz emas, balki o zaman sizning haqqingiz shu cehennemdeki o't ateş ulab qoladi. Suyumli qarindoshlarimiz, bu bir faqat İsrailya masalasidan emas. Hattoki uning oldida Amerikaning Cumhurbaşlığı Joe Biden Xitay bilan buningdagi munosabatni yaxshi qildiganligini, hatto ba'zi Xitoyga kılıngan cezanımı kaldırganlıqını, Xitay bilen bundan keyin her vakit hamkorlashganligini sözüldü. Bu to'g'risida Amerikada siyaset qilayotgan hech bir siyasetchi, hech bir da'vochi, so'zli hukumatchi, hech qarsinglar qarshi gap qilmadinglar. Nima uchun gap qilolmaysizlar? Amerika shundoq demokratik bir erkin davlatdi. Har qanday kishininki o'zininki erkin tushunchasini so'zlaydigan haqqi bor. Acaba Amerikadan keladigan puldan ayrilib qolishdan qo'rqayotamsizlar? Allah'tan korkanlar. Bu davanı setiş, vatan milletini setiş, satkallarının peşanasında hain deb yazılgan bulmaydı. Xitayga bevasitalam setilgan, Xitaydan 2-4 tal pul elip özünün milletini, vatanını satkallar münafık olmaydı. Bana muşundaq evvel aslında ağzınlarını jumsanlar, közünlarını jumsanlar, bu davaga xiyanet, millet xiyanet oludu. Aslı bana muşundaq vakti çıkıp söz kılıdığan yerige ama ağzınlarını yumuşanlar doğru olmadı. Şuna o'xshash, meyli biz yaşayotgan Türkiye'de olsun, dünyanın nerede olsa olsun, tajovuzchi Xitoyning manfaati, Uyg'urning haqqi hurmati ziyonli qishi olsa, dünyanın hem bir siyasi yollar, xalqimiz bunun qarşılığımızı bildirishimiz kerak. Qarşılığımızı bildirmaylikimiz millet urushda emas, sukut tugaydi. Mana bu shundaq davoni, milletni, xalqni setish orqali bu vatanni qanday qutqiza olamiz? Sizning shu davlat egallarininki, davlat beshirikininki Xitay bilan yaxshi bo'lash, Xitoydan tijorat qilish, Xitoydan manfaat olish uchun qilgan so'zlar qarshilik ko'rsatmasligingiz sizning 2-4 tal pul bilan yanchiqingizni tomlagan bilan bu da'voga dunyochi ziyon yetkazadi. Shuning uchun 2-4 tal puldan ayrilib qolishdan qo'rqib, haqiqatni so'zlashdan bosh tortsangiz, bu da'voni qilmang, ham xalqimizni ovora qilmang. Suyumli qarindoshlarimiz, tunugin tarqagan xabar qaraganda Nur Bekri, yani tajovuzchi Xitoyninki atalmış Şinjanning reisiga Nur Bekrininki hukmi chiqarildi. Hukmda nima dedi?
Nur Bekir'nin mengülük, ömürlük türmü cezasına hüküm kıyğanlığı. Hem bütün iqtisadınınki Xitay tarafından ele verilganlığı, musadir kılınganlığı dedi. Hain bola, münafık ola, Nur Bekir'den artık olmaz. Xitayga sadık ola, Nur Bekir'den artık sadık olmaz. Mana muşundaq Nur Bekir'dek bir hain, bir milli münafıkның ki ahiri nim boldu qarindaşlar? Xitayning turmusini yatdı. Xitay hatta onun bütün mal dünyasını musadir kıldı. Bütün hukukudan mahrum kıldı. Hayatı nabut oldu. Xitayga hizmet kılavatkan, meyli bivasta olsun, meyli bivasta olmayı bir yollar bilen kılavatkanlar bolsun. Meyli davanın beşiriki, davanın içiriki, meyli etrafımızda saçkan okşaş marap cügeller olsun. Bütün münafıklarının akıbeti mana şu Nur Bekir'dek hem Nur Bekir'den beter buludu ve bunun burumı oldu. Hiç kaçan tarihten bugüne kadar münafıklar yaxşı gün kömedi. Şunun için bunun aldıdan ne çıkıttım şu hain ve münafıklar doğru söz kıldık. Bunun deyinki sözleşimizin asla haceti yok. Münafıklar üzerlerinin ki doğru yulanlan tepkilerler. Asla içimizden, beşimizden, etrafımızdan yok olanlar. Hamını tacavuzçı Xitay silerge yaxşı gün vermeydi. Kallanlarını vaxtıda sırkanlar. İşlesenler, sadık olsanlar, tökpük atsanlar, Nur Bekirçilik tacavuzçı Xitay'a tökpük atasılar. Akıbıtınlar yana muşunda oldu. Yana muşunda oldu. Xitay'a sadık olgandan ki, Xitay üçün 24 saat 360 gün köpeklik işlik kıyğanның akıbıtı bunda olavatkan yerde. Tacavuzçı Xitay'ның zulümüge avazını çıkarmagan. Xitay'ның zulümüden korkap, Xitay'ның men bu devleti olsam, bana zararı olsam deyip Xitay'a karşı iş kılmaganlar. Hatta pulava turup tacavuzçı Xitay'ның zulümü karşı emni hareket üçün müstakillik davasıga iqtisadını ajratmaganlar. Ziyali turup tacavuzçı Xitay'a karşı kanemen tevr etmegenler. Alim turup, ulema turup tacavuzçı Xitay'a karşı hakiki emni hareket kılışga fatavasını biçmegan alimlar. Allah ahiret qanday hesap versin. Sizlerning aqidatinglar qanday bola? Bizning içimizde bu dava için, müstakillik davası için iqtisadını sarf qilgan nurg'un saxovatchi boyalarimiz var. Allah oldu razı olsun. Ama bu dava için tökpük atkan iqtisadi va boylik qaraganda bu dava xiyonet qilgan, ko'zini yumgan, bir mo'cha sarf qilmagan, amma munofiq boylar ulardan ko'p. Bularning oqibati nima bo'ladi? Vatanimizning mustaqillik yo'lida xalqimiz uchun, xalqimizning uyg'unishi uchun qalam tortayotgan ziyolilar va olimlar va Allah bulda razı olsun deyman. Amma lekin o'zi ziyoli turib, yozg'ich turib, amma tajovuzchi Xitoy qarshi qalam tavritib topmagan shu qora qo'llarga, shu qon qo'llarning oqibati nima bo'lar? Vatanimizning mustaqilligi uchun kech kunduz uxlamay harakat qilayotgan, Allah uchun jandin, meldan pido qilayotgan, amma lekin ovoz uzoqlarga borolmayotgan, iqtisodiy va kuch sababidan kuchining yetarlik bo'lmasligi sababidan cho'ng ish qilinmayotgan qarindoshlarimiz va Allah oldu razı olsun. Amma lekin siyosiy da'voning beshiga chiqib olib, da'voni mana shundoq setayotgan, xiyonet qilayotgan munofiqlarning oqibati nima bo'lar? Suyumli qarindoshlarimiz, suyumli xalqimiz, hammamiz uyg'onib, oldimizga qarab mangayli. Ne chiqatim dedik? Millat urushda emas, sukut tugaydi. Sukut qilmaydi. Sukutimizni buzaydi. Biz da'vo qilmasaqlam, bu da'vo qilayotganlarning yerida bo'lmasaqlam, biz bularga destek bermasaqlam qutula olaymiz-ku deb o'ylab qolmanglar. Qutulsanglar Nur Bekir xainchilik qutulasizlar. Qutulsanglar Juma Daymallam qarg'ichilik qutulasizlar. Tajovuzchi Xitoy uchun bir umr mollalik qilib, etga jamiyatda xo'jalik qilib, Xitoyning digini bo'yicha fatvo bergan Juma Daymallamning o'limi nima bo'ldi? Shunda vahshiy o'lmadimi? Chat eldimi? Allah yo'lida haqiqatni yetkazayotgan mollamlar va Allah razı olsun. Amma tajovuzchi Xitoy uchun fatvo bichayotgan. Tajovuzchi Xitoy uchun o'sha chaponni ko'tarayotgan Juma Daymallam o'xshash munofiqlarning oqibati nima bo'ladi? Mayli bu da'vo qilinglar, qilmanglar. Tajovuzchi Xitoyning dushmanligidan qutulanmaysizlar. Xitoyga ishtilab qilgan, kech kunduz Xitoyning chaponni ko'targan podiqil yalg'anlarning oqibati bunda bo'lgan yerda bu da'vo qarshi susqanlar, qochqanlar, qo'rqqanlar oqibatinglar nima bo'ladi? Buni yaxshi o'ylaninglar. Shuning uchun butun xalqimiz umumiy jihatdan uyg'onib ketish kerak. Biz umid qilgan, sizlar ishongan, shunda cho'ng bilgan davlatlar oqibati nima bo'ldi? Xitoy bilan tijoratda, Xitoy bilan siyosatda, Xitoy bilan hamma jihatdan hamkorlashamiz,
maslashamiz, hatto biz oxiratlik, jannatlik oshiq me'shiqlar degan so'zlarni qildi. Ha? Bizning din qarindoshlarimiz deganlar-chi, yana birisi-chi. Buni deb kelsak gap chiq qarindoshlar. Shuning uchun Uyg'ur millati bir musulmon bo'lish sifati bilan, bir inson bo'lish sifati bilan, vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'ur davlatining egasi bo'lish sifati bilan o'zimiz Alloh yo'lida qutqazmasak, bizni hech kimning qutqazmaydiganligini ko'rib bo'ldik, amaliyat o'ttirdi. Shu sababdan Uyg'ur xalqi intayin uyg'onishimiz ham vatanimizning qurilishi uchun kech-kunduz melimiz, jenimiz bilan harakat qilishimiz kerak qarindoshlar. Hammamiz ovozimizni chiqarsak, hammamiz uxlasak, hammamiz qo'rqsak, davlatimizning, vatanimizga 35 million xalqning oqibati nima bo'ladi? Shuning uchun biz vatanimizning qarindoshlarni qutqizish yo'lida qo'rqmasligimiz, yanmasligimiz, bo'yin egmasligimiz, xalqimizni, vatanimizni sotmasligimiz kerak qarindoshlar. Biz sukut bilan quruq duo qilib yoshlar mana bu shunday o'tsasak, vaqtimiz ketadi, baxtimiz ketadi, yoshligimiz ketadi, davrimiz ketadi. Bizning keyingilarning oqibati nima bo'ladi? Suyumli qarindoshlarimiz, davlatimizning taqdirini, millatimizning taqdirini o'ylaylik. Biz vatanimiz mustaqil bo'lmay turib, dunyoning hech qanday yerida bizga qutulish yo'q qarindoshlar. Bugun qaraydigan bo'lsak, dunyoning har qaysi joylarida Pokistonlik Uyg'urlarni qo'rqib, meni tutib Xitoyga evatib o'tami deb andish ichida. Hatto Afg'onistondami? Afg'onistondagi Talibanlar bilan Xitoylarning munosabatlarining yaxshi bo'lishi bilan Afg'onistondagi Uyg'urlarning qo'rqinish ichida. Hatta biz turayotgan yerda qarindoshlarimiz-chi, qarasanglar bir kun o'tirmada, bir kun bu turmada. Boshqa davlatlarda ham shunday ishlar mavjud. Hatta siyosiy da'vo beshidikilar ularni chiqib, ularni sultayotgan ishlar bor. Menga destek vermedi, mening keynimda manmadi, ya menga qarshi gap qildi degan bilan sultayotgan ishlar bor qarindoshlar. Bizga vatan mustaqil bo'lmay turib, butun dunyo bizga tor keldi. Biz dunyoga patmadik. O'rta Osiyodagi, Qirg'izistondagi, Qozog'iston, O'zbekistondagi Uyg'urlarning qo'rqinish ichida, ularning hayotini xavf ichida. Mushu necha oyning ichida bularni tajovuzchi Xitoylarningki, Qirg'iz, Qozoq, O'zbekiston, O'rta Osiyo davlatlariga erkin kirib chiqish, vizasiz kirish yo'l qo'yilgandan tortib, necha Uyg'urlarning turmay kirganligini, nechasining pullarining musodara qilinganligini bilamsizlar? Necha Uyg'urlarning O'rta Osiyodan qochayotganligini bilamsizlar qarindoshlar? Biz vatanimizni olmay, vatanimizni qutqazmay turib, dunyo bizga tor qarindoshlar. Dunyo bizga dar qarindoshlar. Shuning uchun bizning birla chiqish yo'limiz va u bo'lsa-mu vatanimizni qutqazish. Biz vatanni qutqazgan vaqtimizda vatandagi xalqimizni qutqaza olamiz. Endi o'zimizning davlati bo'lgan vaqtida dunyoga o'zimizningki hukmini joriy qila olamiz. Kuchimizni ko'rsatamiz, taraqqiyotimizni ko'rsatamiz, o'zimizning o'rnini joriy qila olamiz qarindoshlar. Bo'lmasa mana shunda dunyoga sig'maymiz qarindoshlar. Nega bo'lsak andishli yashaymiz. Nega bo'lsak qo'rqinchli yashaymiz. Nega bo'lsak o'zimizning hayot go'yiligi bo'lmaydi qarindoshlar. Biz shuning uchun vatanimizni bir kun bo'lsin qutqazishga amaliy harakat bilan harakat qilishimiz kerak qarindoshlar. Bugun chet elda, ba'zi yerlarda, ismini demayman, turmaga yetayotgan, sulinayotgan begona ayol bolalar erlar. Ba'zilar deydiki, onun xatosi olmuş, gunohi olmuş so'lamdi. Qarindoshlar so'laydi. Vatanimizda tajovuzchi Xitoy nurg'un olimlarimizni, ziyolilarimizni, boylarimizni, xalqimizni turmaga sulg'an vaqtida shu chaqda mashina degan tanglar. Bularning gunohi olmuş so'lamdi. Bu Qur'on o'qitimiz so'lamdi. Bu soqol qo'yimiz so'lamdi. Bu hijab qilmiz so'lamdi. Bu Xitoy qarshi gap qilmiz so'lamdi. Bu Xitoy qarshi ish qilmiz so'lamdi deb tanglar nima bo'ldi? 2015-yil kelgan vaqtida Uyg'urlarning qari qo'yaq so'lmadimi? Xitoy turmusida yotgan 5 million insonning hammasining o'ziga loyiq gunohi bormi? Unda bo'lsa bu chet elda ularning ota qarindoshlari, urug' tuqqanlari, tondishlari, ey tajovuzchi Xitoy, oilamni qo'yib et, ota-onamni qo'yib et, qarindoshlarimni turmudan qo'yib et. Musodirxon pulimni qaytarib berdi, bakarning guvohlik berdimi? Ashularning hammasining ota-onasi gunohkormidi? Bugun chet eldagi jami Uyg'urninki, munofiq bo'lsin, musulmon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, hammamizning vatanda, turmada, lagerda urug' tuqqan tonish bilishlarimiz bor. Hammasining gunohi bormi? Albatta gunohi yo'qdi. Ularning bir gunohi shu tuproqning egasi bo'lib qolganligi, bir Uyg'ur musulmon bo'lib qolganligi. Bu gunohmi? Bu sharafdir. Biz uchun sharaf bo'lgan ish tajovuzchi Xitoyning nazarida gunoh bo'lganga o'xshash. Chet eldimi? Ba'zi yerlar turma usullanayotgan, turmada yetayotgan, bakadamga takt uchiqayotgan qarindoshlar gunoh yo'q qarindoshlar. Gunohi va insonlar nima ish qilyotdi? Gunohi va insonlar rahat yashayotdi. Ahshani sulayotganlar, tuhmat qilayotganlar, dunyoni Uyg'urga tar qilayotganlar. Tajovuzchi Xitoydan pul olib Uyg'urni setayotganlar-chi, erkin rahat yashayotdi. Biz bunga ko'rib shohid bo'lyapmiz qarindoshlar. Suyumli qarindoshlarimiz, biz vatanimizni mustaqil qilish bizning birinchi nomerli ishimiz.
Farz eyin bulup ketken, ibadetin en katısı bulup ketken iş qarindoshlar. Şunun için biz hamma Uyg'urlar en avval vatanimizni qutqizishimiz kerak ekanligini bilib qolaylik qarindoshlar. Vatanning xalqimizni qutqizishda eng muhim ekanligini bilib qolaylik qarindoshlar. Hattoki bu Yahudilar bugungi İsrailiyada mana bu ishni qilayotgan, Falastinda qarindoshlar o'ttirayotgan shu Yahudilar net 100 yil sargardan edi. Davlatsiz edi. Davlat yo'q vaqtda bular nima ish qildi? Iqtisodiy va boylik birlashdi. Dunyoning hamma shirkat qurdi, korxona qurdi. Özünün içindeki iktidarlık siyasetçilerini destekledi. Bütün mallarını, mal varlıkını yığıp durup devlet kuruşu işledi qarindoshlar. Net 100 yıl sergardan bo'lgan. Hatta kökünü kurtuyu temende, hatta Hitler öttürüp yok kılaman deb yo'qotmagan bu millet nima bo'ldi? İsrail'deki bir devletni kurup bütün dünyada qarasanglar bugun o'ziga loyiq kuchini ko'rsatyapti. Bizchi ticaretni Yahudilardan qilishmaymiz. İlim jihati Yahudilardan qilishmaymiz. Amma lekin bizningki haq inancımız var. Haq Allah işimiz qarindoshlar. Bizning nüfusumuz hatta Yahudilardan ko'p. İşimizde ne iqtidarlı insanlar var. Nima uchun tart Yahudilarning qiyganligini, Allohning la'natini olgan bir millatning qiyganini biz Uyg'ur musulmonlar qilolmaymiz, albatta qila olamiz qarindoshlar. Tarixda nurg'un ibratlar var. Belki birileri kafir bo'lishi mumkin, birileri Yahudi, birileri Nasara bo'lishi mumkin, birileri dinsiz bo'lishi mumkin. Amma kim to'g'ri qilgan bo'lsa, biz buni o'rganish bizning haqqimiz qarindoshlar. Hiç qanday ishonch olmagan, iymoni olmagan, Chingizxondek bir liderma bütün dünya hüküm sürgen qarindoshlar. Bizning ajdodlarimiz bo'lmaganmi? O'g'izxonga o'xshash, bütün dünya hüküm sürgen, Bilixonga o'xshash liderlarimiz bo'lmaganmi? Islomni qabul qilgan Sulton Bug'roxondek bütün Turkiston tuproqlarini fath qilgan liderlarimiz bo'lmaganmi? Sabit Damirlarga o'xshash, Ahmedjon Qosimovdek Sharq Turkiston va Cumhuriyet İslam Cumhuriyeti qurgan liderlarimiz bo'lmaganmi? Biz bu devlet qura olamiz qarindoshlar. Bizning ulardan hech qanday yerimiz kamchil emas. Bizning kamchil bo'lmayotgan narsamiz biri birligimiz, biri iqtisodiy ojizligimiz. Biz liderlarimizni tonimaymiz, liderlarimizga destek vermeymiz. Belgelerimiz sanaqliq bo'lganlik uchun biz cho'ng ishlarni ta'virtanmaymiz. Tajovuzchi Xitoylar bütün dunyodagi mediani setib bilib, Uyg'urlarga qarshi, ya'ni Xitoylarningki o'zininki obro'yini, Xitoyning obro'yini ko'taradigan, ammo Uyg'urlarning obro'yini tushirgan xabarlarni ishlayolmaydi-yu, biz tajovuzchi Xitoylarni rezil qiladigan, mat qiladigan xabarlarni ishlayolmaymiz. Media, televizor hamma narsa pul qarindoshlar. İnşallah bizim bularni qilishimiz kerak. Bugün tajovuzchi Xitoylar bütün dünyanın her yerindeki milletlerini, bütün medyalarını, hatta vatandaş Uyg'urlar Xitoylarni chiqib turib, bizning vatandagi zulmni yo'q deydiganga teşvikatlarni yapıp baravatidi. Her xil tilda yapıp baravatidi. Ammo bizchi bütün dünyadagi Uyg'urlar har xil tilda tajovuzchi Xitoylarga qarshi mücadele berib yeterli bo'layotamdi. Ammo biz bu jihatda yetarsiz qilyapmiz qarindoshlar. Biz şunun için bütün dünyadagi Uyg'urlar har xil tillar bilan tajovuzchi Xitoylarning melni almaslik, melni satmaslik, tajovuzchi Xitoylarning zulmini anglatish, turmadagi, lagerdagi va chet eldagi Xitoylarningki chet ellik Uyg'urlar qilayotgan besimlari, sultayotgan sulashları, bütün haqsizliklarini jakarlashimiz kerak qarindoshlar. Biz için bir devletin lazım ekanligini, Sharq Turkistonning Uyg'ur devletinin Uyg'urlarning devlet ekanligini, bizning vatanimiz ekanligini, bu devletning bizning biz ekanligimizni, bizning bir devletimiz yashash haqqimizning borligini, bizning boyligimizning borligini, bizning milliy kimligimizning borligini bütün dünya anlatib qo'yishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun bütün dunyodagi Uyg'urlarningki o'yg'at bo'lishini, Uyg'unning o'ylanishini, mushu butun vatanimizning mustaqillik uchun jonini, menini, hayotini to'g'ri shaklda hurmat qilamiz qarindoshlar. Suyumlu qarindoshlarimiz Falastinda Hamas tamam o'zininki devletni qutuldirish uchun mücadele berib o'tibdi. Nima uchun bizning Uyg'ur mujohidlarimiz o'zimizning devletni qutuldirish uchun mücadele bermaymiz? İnşallah bunu nima qilolmaymiz, qila olamiz-ku. 500 kilometr yer ostidan yo'l ko'lab, qarindosh 500 kilometr da'vat edim. Falastindan İsrailga urush qilyapti qarindoshlar. Biz Qirg'izistondan 200 metr ko'rsak vatanimizning Oti shahriga chiqamiz. Qozog'istonda 100 metr ko'rsak vatanimizning G'o'l shahriga chiqa olamiz qarindoshlar. Yer ostidan tonel ko'lab qalsak. Biz Hindistondan 400 metr ko'lasak vatanimizningki qarindoshlar Xotenga qag'iliq chiqa olamiz qarindoshlar. Allah xolisa biz nima uchun buni qila olmaymiz? Biz qilamiz dedikmi? Bu qadamni oldikmi? Ha? Olaylik deganlarga destek berdikmi? Iqtisod chiqardikmi? Yer ko'lashga, ha shu yerni ko'laydigan shu gurjakka, shu vaqtga, hamma narsaga iqtisod keltirib qarindoshlar. Shu berish iqtisod keltirib berdikmi? Yo'q. Nega berdik? O'zimiz bilamiz. Qarindoshlarimiz nelerde? Qataqlarda, qasabaqlarda şey to'latdi. Xotun balalar nerede? Yetim sargardan bo'layotdi. Buni o'ylandikmi qarindoshlar?
Biz mi en avval vatanimizni qutqizish yo'lida, vatanimizni mustaqil qilish yo'lida canimizni, melimizni fido qilgan vaqtimizda bugun butun dunyo shu Hamasni atrofidagi musulmon alqishlariga o'xshash Uyg'ur mujohidlarni alqishlasa, Uyg'ur askarlarini alqishlasa, bu alqish bizga yarashmamdi. Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz, Islom Cumhuriyetimiz qurilgan vaqtida, bizning o'rtamizda dunyo alqishlagan vaqtida, ajab bizning ajdodlarimizga yarashgan alqish bizning millatimizga yarashmamdi. Suyumli qarindoshlarimiz, biz o'ynamaylik. Biz inshaalloh bugun vatanimizda cho'qim qurib chiqa olamiz. Qurib chiqolmaydigan ish yo'q. Alloh taolo bizga buni bildiryapti. Butun dunyoni tarliqini, butun dunyoga sig'masligimizning sababi biz sig'adigan bir tuproq va u bo'lsa Uyg'ur davlati ekanligini butun Xudo Alloh taolo bizga bildiryapti qarindoshlar. Bizga Allohdan beri hech kimning yordamchi bo'lmaydiganligini, amaliy harakat qilgan vaqtimizda Alloh bizga yordam beradiganligini Alloh bizga bildiryapti. O'ylanaylik qarindoshlar. Chet eldagi bizningki maqomimiz, boshliqligimiz, boyligimiz, sharaf hech narsa bizga es qatmaydi qarindoshlar. Biz uchun dunyoda vatan, oxiratda jannat deydigan tuyg'u bilan yashaylik ekanmiz. Inshaalloh dunyoda Allohning rahmatiga, oxiratda Allohning jannatiga erishamiz qarindoshlar. So'zlayilsak gapto'la, tükeyilsak dardto'la, yazayilsak xatto'la, ochiqlasak xatto'la, gapimiz shu qarindoshlar. Alloh bizga aql bersin, fikr bersin. Butun Uyg'urlarga Alloh taolo vatanni nasib qilsin. Vatanimizning mustaqillik uchun birlikda harakat qilaylik. Avlodlarimiz uchun go'zal vatanimizni miros qoldiraylik. Ajdodlarimizga loyiq yashaydiganga Alloh taolo bizga aql, idrok bersin. Davlat qurgan ajdodlarimizdek vatan qurish Alloh bizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.